Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Ayrim to'lovlar, imtiyozlar, nafaqalar, subsidiyalar va kompensatsiyalar bo'yicha hujjatlarni iyulgacha rasmiylashtirib qo'yish kerak. Chunki muddat o'tib ketgandan keyin men bilmagandim. Menga hech kim aytmadi. Keyin topshirsam bo'ladimi degan gaplar ko'p hollarda foyda bermaydi. Bu ma'lumot pensionerga ham, farzandi bor oilaga ham, ijara to'lab yashayotganlarga ham, kommunal to'lovlarda imtiyoz oladiganlarga ham, nogironligi bor shaxslarga ham, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Oldin ko'p to'lovlar bo'yicha odamlar hujjat topshirib keyin ancha vaqt kutardi. Ba'zi joylarda ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Ayrim hujjatlar mahalladan, ayrimlar tuman bo'limidan, ayrimlar bankdan olinardi. Masalan, bir oilaga bolalar nafaqasi kerak bo'lsa, daromad haqida ma'lumot, oila tarkibi, yashash manzili, bank karta raqami, farzandlarning hujjatlari alohida tekshirilardi. Kimdir bitta hujjatni unutsa arza qaytarilardi. Kimdir muddatni o'tkazib yuborsa, to'lov keyingi oydan hisoblanardi yoki umuman rad javobi berilardi. Hozir esa tizimlar tobora elektronlashmoqda. Davlat organlari ko'plab ma'lumotlarni o'zaro almashadi. Bu yaxshi tomoni. Chunki fuqarodan kamroq qog'oz talab qilinadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar sizning ma'lumotingiz bazada noto'g'ri turgan bo'lsa, agar bank kartangiz faol bo'lmasa, agar yashash manzilingiz eski bo'lsa, agar mulk yoki daromad bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, tizim sizni avtomatik ravishda mos kelmaydi deb chiqarishi mumkin. Mana shuning uchun 1-iyulgacha rasmiylashtirish deganda men faqat ariza topshirishni emas, balki barcha ma'lumotlarni tartibga keltirishni nazarda tutyapman. Hujjatlarni tekshirish, bank kartani tayyorlash, oilaviy tarkibni aniqlashtirish, ro'yxatdan o'tgan manzilni moslashtirish. Imtiyozga asos bo'ladigan ma'lumotlarni tasdiqlash kerak. Keyin muddat o'tgach, tizim yangilangan tartibda ishlay boshlasa, eski tartibda qayta ko'rib chiqish yoki orqaga sana bilan to'lov olish qiyinlashadi. Birinchi guruh. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki ijtimoiy yordam olayotgan oilalar. Agar oilada farzandlar bo'lsa, daromad past bo'lsa, turmush sharoiti og'ir bo'lsa, siz ijtimoiy yordamga ariza berishingiz mumkin. Lekin bu yerda eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar faqat mahallaga aytdim deb o'ylaydi. Aslida ariza rasmiy ro'yxatdan o'tish kerak. Agar ariza tizimga kiritilmagan bo'lsa, siz og'zaki aytganingiz bilan to'lov hisoblanmaydi. Masalan, oilada ota, ona va 3 farzand bor. Ota mavsumiy ishda ishlaydi. Oyga ba'zan 1 million 500 ming so'm topadi, ba'zan umuman daromad bo'lmaydi. Ona uyda kichik farzandga qaraydi. Bunday oila yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Lekin otaning nomida eski avtomobil bor. U sotilgan, ammo hujjatda hali ham otaning nomida turibdi. Tizim buni mulk sifatida ko'radi. Natijada ariza rad etilishi mumkin. Shuning uchun 1 yilgacha bunday holatlarni tekshirib, avtomobil, uy-joy, yer, daromad, bank kartalari bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri ekanini aniqlab qo'yish kerak. Ikkinchi guruh, pensiya va nafaqa oluvchilar. Ko'p pensionerlar men pensiyamni olyapman, menga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Ammo pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan ish staji, ish haqi, qo'shimcha ustamalar, nogironlik guruhi, boquvchini yo'qotganlik holati yoki parvarish puli kabi masalalar bo'lsa, hujjatlarni kechiktirmaslik kerak. Masalan, odam 25 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi 4 yil staj elektron bazaga tushmagan. Shu 4 yil pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Agar u vaqtida murojaat qilsa, pensiya qayta hisoblanadi. Agar kechiksa, ayrim holatlarda to'lov faqat murojaat qilingan sanadan boshlab beriladi. Uchinchi guruh, nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning qarovchilari. Nogironlik bo'yicha to'lovlar, parvarish nafaqasi, dori darmon yoki reabilitatsiya vositalari bilan bog'liq imtiyozlar bor. Bu yerda eng muhim narsa tibbiy xulosa muddati, guruhning amal qilish sanasi va hujjatlarning yangilanishidir. Masalan, nogironlik muddati iyun oyida tugasa, odam esa faqat avgustda komissiyaga borsa, 2 oy davomida to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin nega pul tushmadi deb bankka borish foyda bermaydi. Chunki asosiy sabab hujjat muddati tugagan bo'ladi. 4-guruh uy-joy, ijara yoki kommunal to'lovlar bo'yicha yordam oladiganlar.
Ayrim oilalar gaz, elektr, suv, issiqlik yoki boshqa kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiya yoki imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin hisob raqam kimning nomida? Uy kimning nomida? Fuqaro qayerda ro'yxatda turgan? Haqiqatan shu joyda yashaydimi? Bular muhim. Masalan, onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20 million 200 ming so'm, lekin elektr hisob raqami marhum turmush o'rtog'i nomida qolgan. Tizimda to'lov oluvchi va hisob egasi mol kelmasa, kompensatsiya kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Buni oldindan to'g'rilash kerak. 5-guruh subsidiya olishni rejalashtirayotganlar. Uy-joy subsidiyasi, ipoteka bo'yicha boshlang'ich badal yordami yoki foiz kompensatsiyasi kabi dasturlarda eng asosiy narsa hujjatlarining to'g'riligi va muddatdir. Oila daromadi, nikoh holati, farzandlar soni, doimiy yashash joyi. Oldin uy-joyga ega bo'lgan bo'lmaganligi tekshiriladi. Masalan, yosh oila subsidiya olishni xohlaydi. Er-xotin rasmiy nikohda bitta farzandi bor, ijarada yashaydi. Lekin erning nomida qishloqda meros bo'lib qolgan kichik ulush bor. U ulush amalda yashashga yaroqsiz bo'lishi mumkin, lekin hujjatda mulk sifatida ko'rinadi. Bunday vaziyatda oldindan aniqlashtirish, kerak bo'lsa izoh berish, hujjat tayyorlash zarur. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hech qanday ijtimoiy to'lovga, subsidiya yoki imtiyozga ariza bermasangiz, pensiya qayta hisoblashga asos bo'lmasa, kommunal kompensatsiya kutmasangiz, hujjatlaringiz to'liq va ma'lumotlaringiz bazada to'g'ri bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo odatda pul kerak bo'lgan paytda chiqadi. Oldindan 20 daqiqa sarflash, keyin bir oy yugurib yurishdan ancha yaxshi. Birinchi nozik jihat. Ariza topshirish bilan to'lov tayinlanishi bir xil narsa emas. Ba'zi odamlar hujjatni olib boradi, qabulxonada qoldiradi va bo'ldi, endi pul tushadi deb o'ylaydi. Yo'q. Arizangiz ro'yxatga olinganmi? Unga raqam berilganmi? Ko'rib chiqish muddati qancha? Javob qanday beriladi? Buni bilishingiz kerak. Agar imkon bo'lsa, ariza topshirilganini tasdiqlovchi kvitansiya, SMS, elektron bildirishnoma yoki ro'yxat raqamini saqlab qo'ying. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi masalasi. To'lov tayinlangan bo'lsa ham, karta yopiq, muddati tugagan, bloklangan yoki boshqa bankdagi hisob noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pul tushmaydi. Ayniqsa, pensionerlar va yoshi katta fuqarolar kartani almashtirganida yangi karta raqami tizimga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankka borib, karta faolmi, hisob raqam to'g'rimi, SMS xabarnoma ishlayaptimi? Qarzdorlik sababli cheklov yo'qmi? Tekshiring. Uchinchi nozik jihat, daromadni yashirish foyda bermaydi. Hozir ko'p ma'lumotlar soliq, bank, kadastr, bandlik, ichki ishlar va boshqa bazalar orqali ko'rinadi. Agar siz arizada daromad yo'q deb yozsangiz, lekin bank kartangizga har oy 5 million so'm tushayotgan bo'lsa, tizim buni ko'rishi mumkin. Bu nafaqat rad javobiga, balki keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga ham olib kelishi mumkin. Men har doim aytaman, eng to'g'ri yo'l ochiq va aniq ma'lumot berish. To'rtinchi nozik jihat, vaqtinchalik ish va rasmiy ish farqi. Masalan, odam qurilishda ishlaydi, daromadi bor, lekin rasmiy shartnoma yo'q. Tizimda u ishsiz ko'rinishi mumkin. Boshqa tomondan kimdir rasmiy ishda turadi, lekin haqiqiy maoshi kam. Hujjatlarda esa korxona to'liq ish haqi ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy yordam masalasida daromadni aniqlashda hujjat bilan real holat mos bo'lishi juda muhim. 5-nozik jihat, oila tarkibi. Ko'p rad javoblar aynan shu yerdan chiqadi. Masalan, qiz turmushga chiqqan, boshqa uyda yashaydi, lekin ota-onasining uyida ro'yxatda qolgan. Yoki o'g'il chet elda ishlaydi, lekin ro'yxatda shu uyda turadi. Tizim uni oila a'zosi deb hisoblab, daromadini ham hisobga olishi mumkin. Natijada haqiqiy muhtoj oilaga yordam chiqmay qoladi. Demak, kim qayerda yashaydi, kim ro'yxatda turibdi, kimning daromadi hisobga olinadi. Buni oldindan aniqlashtirish kerak. 6-nozik jihat, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zi to'lovlar ijtimoiy himoya maqsadida beriladi. Ayrimlari esa bank hisobiga tushgach qarzdorliklar bilan bog'liq cheklovlarga duch kelishi mumkin. Agar aliment, kredit, jarima yoki ijro qarzdorligi bo'lsa, bank hisobingizda ushlov bo'lishi ehtimoli bor. Bunday holatda oldindan majburiy ijro byurosi yoki bank orqali vaziyatni tekshirish kerak. Chunki pul tushdi, lekin yecholmadim degan muammo ko'p uchraydi. 7-nozik jihat. Muddatdan keyin orqaga hisoblash har doim ham bo'lmaydi. Ko'pchilik baribir men haqliman, keyin bersa ham bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa ko'p to'lovlar
murojaat qilingan kundan yoki qaror chiqarilgan oydan boshlab hisoblanadi. Masalan, siz iyun oyida murojaat qilsangiz, to'lov iyuldan boshlanishi mumkin. Avgustda murojaat qilsangiz, iyun va iyul uchun pulni ololmasligingiz mumkin. Mana shuning uchun iyulgacha masalani yopib qo'yish juda muhim. Birinchi qadam, qaysi to'lov yoki imtiyoz sizga tegishli ekanini aniqlang. Bolalar nafaqasimi, moddiy yordammi, pensiyani qayta hisoblashmi? Nogironlik bo'yicha to'lovmi, parvarish pulimi, uy-joy subsidiyasimi, kommunal kompensatsiyami, ijara yordami yoki boshqa imtiyozmi? Bitta odamda bir nechta masala bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner onaxon ham pensiya oladi. Ham kommunal kompensatsiyaga muhtoj, ham parvarish xizmatiga ehtiyoj sezishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, bank karta yoki hisob raqam ma'lumoti, yashash manzili bo'yicha hujjat, daromad haqida ma'lumot, tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi yoki stajni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov bo'yicha ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun aniq ro'yxatni mas'ul tashkilotdan so'rang. Uchinchi qadam, mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi. Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qiling. Qayerga borish kerakligi to'lov turiga bog'liq. Agar pensiya bo'lsa, pensiya bo'limi. Davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal. Agar ijtimoiy nafaqa bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali tekshiriladi. Muhimi, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, rasmiy ariza qoldiring. 4-qadam. Arizada aniq yozing. Menga yordam kerak deb umumiy yozish yetarli emas. Qaysi yordam turi bo'yicha murojaat qilyapsiz? Oilangiz tarkibi qanday? Daromad manbalari qanday? Nima sababdan yordamga muhtojsiz? Qaysi hujjatlarni ilova qilyapsiz? Bularni ko'rsating. Agar pensiya qayta hisoblash bo'lsa, qaysi davrdagi staj yoki ish haqi hisobga olinmaganini yozing. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy xulosa sanasi va guruhi ko'rsatiladi. 5-qadam, arizangizni nazorat qiling. Topshirdim, tamom deb yurib ketmang. 3 kundan 5 kundan yoki belgilangan muddatdan keyin holatini tekshiring. Elektron portalda status bormi? SMS keldimi? Mutaxassis qo'ng'iroq qildimi? Qo'shimcha hujjat so'raldimi? Buni kuzating. Ko'p odamlar aynan qo'shimcha hujjat so'ralganini bilmay qolib, arizasi rad etiladi yoki ko'rib chiqilmaydi. 6-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. Sizga chiqmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima sababdan chiqmaydi? Daromad oshib ketganmi? Mulk bor deb ko'rsatilganmi? Oila tarkibi noto'g'rimi? Hujjat yetishmayaptimi? Muddat o'tganmi? Sababni bilsangiz, muammoni tuzatasiz. Sababni bilmasangiz, yana o'sha xatoni takrorlaysiz. 7-qadam, hujjatlaringizdan nusxa va surat saqlang. Telefoningizga skaner qilib qo'ying. Qog'oz nusxasini alohida papkaga joylang. Ayniqsa ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul xodimning javobi, bank ma'lumoti, tibbiy xulosa va daromad hujjatlari yo'q bo'lmasin. Keyin nizo chiqsa, aynan shu hujjatlar sizni himoya qiladi. 8-qadam, iyulgacha kutmang. Hali vaqt bor degan fikr eng xavfli fikr. Chunki oxirgi kunlarda navbat ko'payadi. Tizim sekin ishlashi mumkin. Hujjat yetishmay qolishi mumkin. Bayram yoki dam olish kunlari to'g'ri kelishi mumkin. Bugun tekshirgan odam ertaga xotirjam bo'ladi. Oxirgi kunga qoldirgan odam esa bir dona ma'lumotnoma uchun ham ulgurmay qolishi mumkin. Hayotiy misol keltiraman. Bir fuqaro bolalar nafaqasiga ariza bermoqchi. U 27-iyunda mahallaga boradi. Ma'lum bo'lishicha, xotining ID kartasida yashash manzili eski, bank kartasi esa muddat tugagan. U kartani yangilashga boradi. Bankda navbat. Keyin manzilni to'g'rilash kerak, yana hujjat kerak. Iyul keladi, ariza to'liq kiritilmaydi. Natijada to'lov keyingi davrga suriladi. Agar u shu ishni iyun boshida qilganda hammasi vaqtida bo'lardi. Yana bir misol. Pensioner aka 1990-yillarda ishlagan zavod staji pensiyaga qo'shilmaganini biladi. Lekin keyin boraman deb yuradi. Keyin hujjat izlaydi, arxivdan ma'lumot so'raydi. Javob kelguncha vaqt o'tadi. Agar u oldindan murojaat qilsa, pensiyasi oshishi mumkin edi. Kechikkan sari har oy yo'qotayotgan summasi yig'ilib boradi. Masalan, oyiga 1,2 ming so'm farq bo'lsa, 6 oyda 900 ming so'm bo'ladi. Bu pensioner uchun kichik pul emas. Yana bir misol. Nogiron farzandiga qarayotgan ona parvarish to'lovi oladi. Tibbiy xulosa muddati tugashiga 10 kun qolganini bilmaydi. To'lov to'xtaydi.
Keyin komissiyaga kirish uchun navbat tahlillar, shifokor xulosalari kerak bo'ladi. Bu orada oila dori-darmon va yo'l xarajatlarini o'z hisobidan qoplaydi. Bunday holatlarning oldini olish uchun hujjat muddati tugashidan kamida 1 oy oldin harakat boshlash kerak. Men sizlarga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Qonun va tartiblar o'zgarishi, tizimlar yangilanishi, talablar aniqlashtirilishi mumkin. Lekin har qanday holatda ham tayyor hujjat, to'g'ri ma'lumot va vaqtida berilgan ariza fuqaroning eng kuchli himoyasidir. Demak, iyulgacha eng muhim ish o'zingizga tegishli to'lov, nafaqa, subsidiya yoki kompensatsiya bor yo'qligini aniqlang. Hujjatlaringizni tekshiring. Bank kartangizni faol holatga keltiring. Oila tarkibi va yashash manzilingizni to'g'rilang. Arizani rasmiy tarzda topshiring va uning holatini nazorat qiling. Agar muddat o'tib ketsa, ayrim to'lovlarni orqaga hisoblatish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun harakat qiling, ertaga kech bo'lib qolmasin. Sizning oilangizda shunday to'lov yoki imtiyoz bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Men esa keyingi videolarda yana eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirib beraman.